Shahzo choytiga qarab o'rgin. Yana kim telefon qilib kech qolganimda? Allo. Bugun reklamaga joy yo'q, ertaga olayman. Madisani kvartira egasi so'rayotdi. Oylik to'lov to'lamabsan-ku? Uf, nech pul? $2000. Assalomu alaykum. Sal tezroq hayda olasizmi? Shoshilib turdim-da. Shoshilmang aka, qo'yaman o'sha postingizni. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Familiyang netvar? Fazilova. Ha, hozir tur. Sen ikkinchi o'qishdan haydalgansan. Kontrakt to'lamaganing uchun. Ayo. Ertadan o'qishda ko'rmay. Yo'q, kontrakt gapirman. Bo'ldi, bor. Uf. Xullas o'rtoqlar bitta joyga keldim. Menga bu yon narsalar juda yoqdi, sifatli ekan. Aka, sifatlimi narsalar? Aka, sifati dabdala, faqat marketingga pul tikkanmi? Kelinglar o'rtoqlar. Sen bu yoqqa qara. Assalomu alaykum. Kecha ishda ko'rinmading? Amaliyotim bor. Yo'q. Unda bugun ham amaliyotingni qilganda 1 oylik puling ham yo'q. Ertalabdan ishga kelgan. Boshqa unaqa qilmayman, bo'ldi. Ketaverdim senga, ne tushunmaysan? Shu payt men o'ylab qoldim. Oilada bitta farzand bo'lsang, qiz bola bo'lib turib, shaharda shuncha muammoing bo'lsa va senda yashashdan boshqa chora qolmasa, qiyin. Ismingizni bilsam bo'ladimi? Reklama syomkasidamiz. Ssenariylar yozilgan, xullas ish jarayoni avjida o'rtoqlar. Yo'q, mana buni. Shilqim. Yaxshi qiz, yordam kerak emasmi? Yordamingni pishirib yegin. Unaqa jahl qilib yormay, balki ko'rishib qolarmiz. Bunaqa katta shaharda sen bilan qaytib uchrashaman degan umidda emasman. O, zo'r.